Assalomu alaykum. Kitob o'qiydigan avlod. Majburlashdan qiziqtirish sari. Nega biz 15 soniyalik videoni soatlab ko'ramiz u? Ammo kitobning 5 sahifasiga kelganda uyqumuz keladi. Bugungi avlodni kitob o'qimayapti deb oson ayblash mumkin. Lekin savol boshqacha. Biz ularni kitobga qiziqtira oldikmi? Kitob o'qish bu jazo emas. Bu dunyodagi eng arzon va kuchli trenajyor ekanini qanday tushuntirish mumkin? Keling, majburlash tilidan qiziqtirish tiliga o'tamiz. Zamonaviy bolalarga o'qisang olim bo'lasan deyish kamlik qiladi. Ularga o'qisang dunyoni boshqarasan deyish kerak. Bill Gates har yili 50 ta kitob o'qiydi. Elon Musk raketa yasashni kitoblardan o'rgangan. Kitob bu boshqa bir geniyning 30 yillik tajribasini 3 kunda sotib olishdir. Bu vaqtni tejashning eng zo'r yo'li. Bolaga kitobni intellektual ustunlik sifatida sotish kerak. Siz telefon kavlab o'tirib bolangizga kitob o'qi desangiz, bu dunyodagi eng katta mantiqsizlik bo'ladi. Uyingizda kitoblar eng baland va yopiq shkaflarda emas, bolaning qo'li yetadigan pastda ochiq va chiroyli turishi kerak. Bola kitobni o'yinchoqdek ko'rib o'sishi shart. Kitob o'qish oldida muqaddas sukut daqiqasiga aylanish kerak. Hamma o'qisa, bola ham o'qiydi. Kitobni o'qib chiq va aytib ber deb topshiriq bermang. Bu maktabdagi zerikarli imtihonni eslatadi. Kitobning eng qiziq joyiga kelganda to'xtang va davomida nima bo'lganini bilsang edi deb ketib qoling. Bolada qiziqish uyg'onadi. Yoki birgalikda kitob asosida olingan filmni ko'ring va kitobda bu sahna yanada dahshatli tasvirlangan deb qo'ying. Bu marketing. Farzandingizga kitobni soting. Kitob faqat qog'ozda bo'lishi shart emas. Globallashuv davrimizda agar bolangiz gadjetga o'ch bo'lsa, unga elektron kitob olib bering. Audio kitoblarni birga eshiting. Muhimi ma'lumotni qabul qilish va tafakkurni rivojlantirish. Hozirgi zamon talabi shu format emas. Mazmun birinchi o'rinda. Farzandingizga kitob o'qishni trenddagi ish sifatida ko'rsating. Xulosa, kelajak kimniki? Dunyo 2 toifaga bo'linadi. Kitob o'qiydiganlar va kitob o'qiydiganlarni tinglaydiganlar. Siz farzandingiz qaysi toifada bo'lishini xohlaysiz? Majburlash nafaqat uyg'otadi, qiziqtirish shaxsiyat yaratadi. Bugunoq farzandingiz bilan kitob do'koniga boring. Lekin unga o'zingiz xohlagan emas, unga yoqadigan kitobni tanlashga ruxsat bering. Kitobxon avlod bu bizning eng katta boyligimizdir. Siz oxirgi marta qaysi kitobni o'qidingiz? Izohlarda yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.